Jenurson nahotki rost bo'lsa bo'lishi mumkin emas. Yo-moyo, hammaga salom do'stlar, mening ismim Bruno va bilasizlarmi, men lotereyada yutib olibman va hozir shuni kutyapman, olib kelishlarini aqlga sig'maydi. Axir qanaqasiga men lotereyada yutishim mumkin va bilishimcha $10,000cha yutganman. Agarda hozir olib kelishsa hayotim o'zgarib ketishi mumkin. Men boy bo'lib ketishim mumkin. Bu kimning dokumenti bo'ldi, tushunmadim. Qayerdan topib oldim? Ha, mayli do'stlar, hattoki uyimni yangilashim mumkin bo'ladi bu pullarga axir. Ha do'stlar, men bu vaqtlardan uzoq kutgandim, lekin buni bilmadim kimniki bo'lishi mumkin ekan. Merga olib borib bersamikin? Mana bu yerdan topdim adashmasam. Interimga o'tib qoldi. Ha, mayli. Salom qo'shni, salom. Qara, dokument topib oldim. Bilmaysanmi kimnikiligini? Dokumentni yo ko'rmaganman. Men ham. Ha, qarata. Mayli, hozir merni yoniga olib boraman. Mana bu fermani ishini hal qilay, shu bilan ko'ramiz. Tak, bo'ldi, bularni hozir terish kerak va yaxshi. Endi esa ekib chiqamiz qaytarib. Yomon emas, ertalabdan omadimiz keldi. Fermani ham birdaniga tugatdik va hozir pullarimni olib kelib bersa bo'lgani. Shu bilan men endi boy bo'laman deysanmi? Ha, lotereyada yutdim, qoyil. Xo'sh, bo'ldi do'stlar, hozir buni merga olib borishimiz kerak tezroq va o'zimizni ham oyligimizni so'rab ko'ramiz. Xo'sh, ehtiyot bo'lamiz va bo'ldi. Qani mer nima der ekan? Janob mer, ha, kirishga mumkinmi? Mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xullas, men mana sizga sabzilarni olib keldim va mana bunaqangi dokument topib oldim. Ha, uying yondanmi? Ha. Xullas, uyda bittasi yashar edi. U ketdi kichkina uychadan. Kichkina uycha, ha, uyimning oldida kichkina uycha bor. Ha, o'sha shuni tushirib qolibman shekilli. Rahmat olib kelganing uchun. Ha, arzimaydi. Oylik nima bo'ldi? Oylikni beraman yaqinda. Har doimgidek, ha, har doimgidek. Tushunarli, men ketdim. Bo'pti. Ha, do'stlar, lekin merga aytmayman lotereyada yutganimda, aks holda undan ham ko'ra ko'proq cho'zadi oylikni. Men esa oylikni ham olishni istayman, o'zimni pulimni ham lotereyadan. Va bo'ldi do'stlar, buni kutish qoldi. Xolos, ungacha esa sizlarga kelinglar bunkerimni ko'rsataman. Ishonchim komil, ko'pchilik bu bunkerni ko'rmay qolgan. Avvalgi qismda shu bunkerni qurgan edik, chunki zombi apokalipsis bo'lishi kutilyapti va biz shunga tayyorlanyapmiz. Yaqinda bizni qishloqdan zombi kasallangan chiqdi. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ldi do'stlar. Endi taqillatmoqchi edim. Siz Brunomi? Ha, men Bruno. Yaxshi. Sizga pul bor? Pul? Ha, lotereyadanman. Mana. Wow. Katta rahmat va mana qolgan 5,000 sizga omad tilaymiz va pullar yaxshi kunga sarflansin. Mayli, men ketdim. Ha, katta rahmat sizga. Bo'pti, sog' bo'ling. Aha, rahmat endi bir marta. Jenurson do'stlar, shuncha pulni berib ketdi. Qo'yil, endi nima qilsam ekan? O'zi qayoqqa ketyapti? Mana bu yerdan o'tib ketdi. Yomon emas. Endi bu pullarga nima qilishim mumkin? Xo'sh, nima qilishim mumkin? Balki Jenurson, hoy, jitel. Ha, mana pullarni olib kelishdi. Qoyil, 5,000 mi? Ha, 5,000dan 10,000. Omading kelibdi, endi nima qilmoqchisan? Bilmasam nima qilsam ekan. Mana senga qarzim qaytaray dedim. Ha, rahmat. Mayli. Menda bir ideya bor. Xo'sh, balki do'kon ocharman. Qaysi do'kon? Ana u hujjat bor edi-ku, uni o'sha kichkina uychaga tegishli ekan. O'sha uyni sotib olsam va do'kon ochsam, quloq sol, juda ham zo'r g'oya. Menimcha shuni qilganing ma'qul. Ha, shu bilan shug'ullana qolaman hozirni o'zida. Ana o'sha uylarning hammasi band, faqatgina o'zimning uyimning yonidagi qolyapti. Shuni sotib ola qolaman. Ha, davay, zo'r bo'ladi, men ham ishonaman senga. Rahmat, mayli, shu ishni qila qolay. Davay, tezroq bo'l. Aha, sen menga hamkor bo'lasan, albatta. Yaxshi, do'stlar, hozir ketdik. Merdan o'sha uyni sotib olamiz. Xo'sh. Mer o'z uydamikin? Umid qilamanki uyda. Janob mer uyda bo'lmasa nima qilaman? Uni boshqasiga sotib yuborsa, yo uyda ekan. Janob mer, ha, xullas menga ana o'sha ertalabki kichkina uyni sotishingiz kerak. Nima qilasan? U yerda bir ish qilmoqchiman. O'zimga nima desam ekan? Xo'sh, omborxona qilib olaman desam bo'ladi. Xullas narsalarim sig'may ketyapti. Aha, ketdikmi? Ketdik. Davay, necha pul berishga tayyorsan? Siz qancha so'raysiz? Menmi? U juda ham eski, shuning uchun ham 700. Ha, okey. Puling bormi o'zi? Bor. Davay, ketdik. Aha, olg'a. Xo'sh. Lekin o'zi sen bolani gaplaring yoqmayapti menga. To'g'risini ayt, nima qilmoqchi? Bu yerni yopib qo'yishdimi? Ha, mana bu yer ochilgan yo'ldan o'tamiz. Bilaman, qishloq meriman axir. Ha, xullas, sen menga to'g'risini ayt, nima qilmoqchisan? Salom janob mer, salom. Xo'sh, aytchi. Sizga aytdim axir nima qilmoqchiligimni. Omborxona. Ha, mayli. Tak. Mana shu, ya. Ha. Mayli, 700 ber. Mana sizga 3,000. Ha. Tushunmadim. Agar muammo bo'lsa yordam berasiz. Bo'ldi, tushundim. Muammo bo'lsa yordam beraman. Men bu yerda do'kon ochmoqchiman. Shunaqa degin. Ha, mayli, omad senga. Sizga ham nima desam ekan? Dollar beraman. Yaxshi, ola qol. Bo'ldi. Mayli, men ketdim. O'zimga kelaver, birortasi biror nima desa. Aha, xo'p, davay. Janob mer ketdi. Endi esa
Qo'yil do'stlar, bizning o'zimizning do'konimiz bor va bu yerda endi nima qilishimiz mumkin? To'g'ri, do'kon qilib ishlatishimiz va faqatgina bu binoni kengaytirishimiz kerak. Asosiysi do'stlar, yer joyini kengaytirib qurib olishimiz mumkin bo'ladi. Aniqrog'i yer joyi hisobiga binoni kengaytirib, katta qilib qurib olamiz va hozirning o'zida shu bilan shug'ullanish kerak. Chunki tasavvur qilyapsizlarmi, bizni taqdirimizga mana shunday zo'r omadli narsalar yog'ilyapti. Qoyil, mana bu bino bizniki. Ha, juda ham ko'p berib yubor deyishingiz mumkin, lekin buni hali kengaytirgandan keyin undan ham qimmatga sotsa bo'ladi birinchidan, lekin biz sotmaymiz buni. Biz o'zimizga do'kon qilib olamiz va bizga bunda albatta tosh kerak bo'ladi. Hozir shu tosh bilan qurib chiqishimiz kerak uyni platformasini, chunki hozir buni kengaytiramiz. Mana shu tarafga qarab bo'ldi. Mana shu ikkitaligi yetadi, chunki uzunchiligi ham kichkina emas. Ha, yana x2 katta bo'ladi. Bizga shu yetib ortadi do'kon uchun va qurilishni boshlaymiz. Albatta, chekkasidan ustunlarni qo'yib chiqqan ma'qul va mana bu yerdan ham olamiz. Yaxshi, endi esa bu taraflarni ham ochganimiz ma'qul va mana bu yerlarni qorini kurab tashlaymiz. Yaxshi, endi esa ajoyib toza bo'lgandan so'ng mana shu ortiqcha yog'ochlarni ham olishimiz mumkin, daraxtning bo'laklarini va yon taraflarga ustunlarni qo'yib chiqamiz, lekin ishonchim komil emas. Oxirigacha yetishiga shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak va hisob kitobimizni qilib qurganimiz ma'qul. Lekin bir tarafdan o'ylab qarasa, axir bizda endi katta butun boshli do'kon bor. Uni ichida nimalarni sotishimiz mumkin bo'ladi? Non, masalan, sut. Ha, men bu yerda bir fermerni bilaman. Afsuski, uni savdo sotiq unchalik ham yaxshi ketayotgani yo'q va u bilan hamkorlik qilishim mumkin bo'ladi. Ha, yomon g'oya emas, menimcha zo'r ishlar qilishimiz mumkin birgalikda. Faqatgina ayniqsa biz bilan birgalikda mevachi bo'ladi. Mevachi ham o'zining do'konchasini meni do'konimning oldida o'tkazib olsa, u do'stlar ham meva olishga kelganlar ham bizni do'konga keladi. Qoyil, bu juda ham zo'r biznes ideya. Men do'konimda narsa olishga kelganlar esa meva ham olib ketishi mumkin bo'ladi. Hammaga foyda. Tak, buni olib tashlaymiz va faqatgina rozi bo'larmikin? Bilmadim. So'rab surishtirib ko'rish kerak. Nima g'oyalar bor ekan o'zini. Davay bu yerga ham endi qo'yib chiqamiz. Yaxshi, yomon emas. Faqatgina yetmay qoldi. Xo'p, nima qilsam ekan? Mana bu uynikini olaman. Bu yerda baribir hech kim yashamaydi. Avval bu yerda menimcha adashmasam qurol sotisharmidi. Xullas, bittagina shkaf turibdi va bo'ldi. Keyinchalik tuzatib qo'yaman yoki oddiy blok qo'yaman. Shart emas, baribir hech kim yashamaydi. Kim yashasa ham baribir keyinchalik remont qilib oladi. Shunga bemalol o'z maqsadimizda foydalanishimiz mumkin. Hech kimga ortiqcha ziyon zarari yetmaydi. Bo'ldi, yopdik. Endi esa mana tepasiga qo'ygan. Wow, ideal yetdi, ideal. Hammasi birga bir qo'yil. Mana bu do'stlar zo'r do'kon. Ha, ana shu yerda narsalar sotamiz yaqinda. Buni qaranglar zo'rligini. Xo'sh. Menga ozgina qum kerak bo'ladi. Qumni pishirib olishimiz pechkada bizga shishani qo'yish imkonini berdi. Shuning uchun ham bizga shisha kerak. Shisha esa deraza uchun. Xo'sh. Mana shu yerda bor edi qum. Tak, bu yerda emas. Balki mana shuni olishimiz mumkin. Faqatgina ehtiyot bo'lish kerak. Tak, shunchasi yetarmikin? Menimcha yetib ortsa ham kerak. Oy, jin ursin. Yo'q, sovuq suv. Mayli, endi keyinroq ishtonimni almashtirib olaman videodan so'ng. Bu katta xato edi. Sovuq. Mayli, bo'ldi. Hozir ishimizni tezda tugatamiz. Mana bu yerda pechka bor yoki ishlatishga qo'yarmikin? Bilmadim. Agarda egasi bo'lmasa ishlatish mumkin bo'ladi. Faqatgina ko'mir yoki yoqishga istalgan biror nima kerak bo'ladi. Qurilish qanday? Yaxshi ketyapti. Keyinchalik ko'rsataman hammasini. Xo'pmi? Xo'p. Hozir esa menga qum kerak. Xo'sh, davay do'stlar. Lekin aytsamkin, xo'sh, Rachel, senda tak, mana qo'shniniki bo'ldi. Xo'sh, hozir mana shu yerda pishirib olaman qumni tashlaymiz va keraksiz yog'ochlarni. Yaxshi. Bular pishib tursin, shishaga aylansin. Mana bu qor bo'laklari bizga kerak emas. Nimaga bu yerda paydo bo'lib qolgan bilmadim. Axir boya qor kiradi. Endi esa mana inventarimizda qor ko'payib ketdi. Bo'ldi, hammasini otib yuboramiz. Mana obunachilarga ham qor otdim. Sekin yopish kerak. Ajoyib do'stlar, do'konga bir qaranglar qanday katta bo'ldi. Shunchaki aqldan ozish mumkin, bilasizlarmi? Men hozir qayerdan qo'shimcha mebel olishni bilaman. Baribir bunker hozircha kerak bo'lmaydi. Zombi apokalipsis boshlanguncha bu yerda mana bu bir ikkita narsalarni olishimiz mumkin. Mana shu mebel elementlarini do'konni ichiga qo'yamiz va albatta o'tirish uchun o'rindiq, tarshakni ham kattasini olamiz va bo'lishi bilan ketdik. Bu yerdan do'kon ichiga o'rnatish kerak. Bularni hammasini hali yana eshikka qulf qo'yish kerak bo'ladi. Mana bu yerdan qo'ysamgina, yomon emas, juda ham qulay. Faqatgina kirish chiqishga xalaqit beradigan bo'lib qoldi, juda ham yaqin bo'ldi. Agarda bir blok orqaga qo'ysamchi mana bunday qilib, yo'q, bo'lmaydi. Bunaqasiga qo'yish kerak. Qoyil, aqlimga balli. Shu bo'ldi va
Mana shunday qo'yamiz. Devordan bu yoqqacha bir blok. Yaxshi. Endi esa tovarlarni qo'yish uchun bizga ramkalar kerak bo'ladi. Shu bilan shug'ullanaman va bo'ldi. Bu yerga hozir shishalarni qo'ysak, hammasi chiroyli tus oladi va bu do'konda bemalol savdo-sotiq qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir kelinglar, mana bu yerdan shishalarni olamiz. Tayyor bo'lib tayyor bo'libdi, lekin oxirigacha emas. Mayli. Keyin ko'ramiz. Hozir esa borini qo'yishimiz mumkin bemalol. Tak, verstak bor va qani yo'q, yetmas ekan. 3 tadan qilib bo'lmas ekan ko'p panellar. Mayli, boricha qo'yib yuboramiz. Yana ham yaxshi, yana ham qalin bo'ladi. Sinsa ham kimdir sindirmoqchi bo'lsa, albatta qattiqroq ovoz chiqadi va qiyin bo'ladi. Yaxshi. Endi esa bunisini amalashtirishimiz qoldi. Xolos, ungacha esa do'stlar, do'kon tayyor bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.